Har bir bandang ya Alloh istig'for aytdi va aytmoqda. Ularning dillaridan istig'forlarini qabul ayla ya Robbil alamin. Parvardigor olam, sening do'zaxlaringdan albatta qo'rqamiz, ammo sening qahringdan undan-da qattiq qo'rqamiz. Ammo ya Alloh, sening avfing, rahmating, marhamatingdan umidimiz undan katta. Bizni gunohlarimizni kechirgin. Ya Alloh, gunohda yurgan osiylarga insof, tavfiq, rushda hidoyat bergin. Ya Alloh, havoni tozalayman deb hamma kirishgan, kattadan tortib kichkinagacha, ya Alloh, ishlarga madad bergin. Havomizni musaffo qilgin, rizqimizni butun qilgin, yerimizni hosildor qilgin, hosilimizga barokat bergin. Konlarimizga barokat bergin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, hammasidan ko'ra insof va taqvoda bardavom qilgin. Ya Alloh, biz bandalarmiz va doim foyda ko'zlaymiz. Ammo Parvardigor olam, aziz xalqingning duosi, sening rizoing eng katta foydadir. Mana shu foyda ila jamiyimizni, hammamizni foydalantirgin ya Arhamar Rohimin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, jumla muborak go'zal ismlaring va sifatlaringning haqqi hurmati, bu ochgan qo'llarimizni quruq qaytarma, istig'forlarimizni qabul ayla. Ya Alloh, marhumlarimizni rahmat qil, makonlarni jannotin naimlardan nasib ayla. Ota-onalarimizdan o'tganlarni rahmat qilgin, hayotlarini boshimizga salomat saqla. Ya Alloh, Parvardigor olam, bu ko'tarilgan qo'llarni qalblariga nazar tashla. Bemorlari bo'lsa komil shifo bergin ya Alloh. Qarzdorlar bo'lsa najot ber ya Alloh. Farzand talablarga salohiyatli farzandlar berib, ko'zlarini, qalblarini sururga to'ldirgin ya Alloh. Yangi ish boshlayotganlarga barokat ber ya Alloh. Boylarga saxovat ber ya Alloh. Xalqimizning duosini qabul ayla ya Alloh. Ilm talabida yurganlarga ya Alloh foydali ilm bergin. Safarda yurganlarni safarini hozir ayla. Mushkulga ya Alloh, tuhmatga yo'liqqanlarga yordam bergin, najot bergin, xalos bergin. Adashganlarga ya Alloh insof, tavfiq, rushda hidoyat bergin. Tavba izlaganlarga nasuh tavbasini, ijobatini bergin. Ya Alloh, namozda qoyim, ro'zada qoyim, zakotda doim, hajda doim bandalaringdan aylagin. Ya Alloh, namozingdan ko'zlar quvonadigan, zakotdan qalblar sururlanadigan, ibodatlaringdan masrur bo'ladigan bandalaringdan aylagin. Parvardigor olam, xalqimiz birlashdi. Xalqimizni birlashtirgan narsa istig'for bo'ldi. Sening istig'foring, ya Alloh, bu jumla istig'forlarning haqqi hurmati xalqimizni doim bir qilgin. Xalqimizni doim ittifoq qilgin. Bu xalqni bo'laman deganlarga, fitna solaman deganlarga o'zing kifoya qilgin. Ya Alloh, vatanimizni dunyoga ustun mamlakatlardan aylagin. Dini islomga quvvat ber ya Alloh, musulmonlarga zafar ber ya Alloh, mazlumlarga yordam ber ya Alloh, zolimlarga o'zing kifoya qilgin ya Alloh. Parvardigor olam, tinch zamonamizda toat ibodatda, rohi rostda bardavom aylagin. Bu qilinayotgan xayrli ishlarni, jumladan istig'forlarimizni qabul aylagin. Bugun ya Alloh, bu masjidga hozir bo'lganlar, jumla mamlakatimiz va xorijdagi masjidlarda jumaga hozir bo'lganlar va hozir bo'lmaganlar, istig'for aytganlar, istig'for aytmaganlar, hammalamiz sening bandalaringmiz. Ya Alloh, hammamizni kechirgin. Xosatan bu istig'for loyihasida qatnashgan har bir bandai mo'mindan rozi bo'l ya Alloh. Ularning nima muammolari bor, nima mushkulalari bor sengagina ma'lum. Ya Alloh, rahmatingni dariq tutma. Mushkulalarni hal qilgin, mushkullarni ko'targin, bemorlarni shifoli qilgin, duolarni ijobatli aylagin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.